Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana bizga san'atkor akalarimiz tor jo'natishdi. Mana 100% ta'mirdan chiqqan holati. Bu torga nima ishlar qilindi? Oldin pulini aytib o'taman. Bu torga 1 million 400 ming so'mlik ishlar qilindi. Birinchi mana qoplab kompleksim, okleskali, bunga 100% yangi quloq qo'yildi. Shayton xaraga qo'yildi. 100% hamma ishlar qilindi. Xarrak qo'yildi, kosaning figurasi ishlandi. Ust tarafdan tori og'ridi, 2 kilogramm 200 edi, hozir 1 kilogramm 900 ga keldi. O'zi torlarning me'yori 2 kilogrammdan oshmasligi kerak. U 1000 sadafli tor bo'lsa ham shunaqa, o'zining hamma narsa me'yori bor. Endi biza qilingan ishlarga necha yil garantiya beramiz? Mana shu torga masalan 10 yil garantiya, shu leskasiga, quloqlariga ham, shayton xaragiga ham agar urib sindirmasa, shayton xaragi boshqasi o'zidan o'zi sinmaydi. 10 yilgacha nima ish qilinadi? Qoplab kompleksim 2-3 yildan bir yoki ko'p chalinsa 6 oydan. O'zi torni yilda 2 marta qoplatib turish kerak. Yangi parda, yangisini qo'yib turish kerak. Agar qolgan joylari shu talabga javob beradigan bo'lsa, u joylariga tegish shart emas. Shunaqa. Mana endi ovozlarni chalib ko'rsatamiz, ta'mirdan keyin ovozlar qanaqa jarangladi. Bu endi oddiy tor, lekin zuvchanasi mana shunga yarasha yaxshi.